Hurmatli abituriyentlar, Toshkentdagi Xalqaro Westminster universitetiga hujjat topshirish bo'yicha video qo'llanmamizga xush kelibsiz. Siz bilan ro'yxatdan o'tishning muhim bosqichlari bilan tanishamiz. Admission.void.uz tizimiga kirib, Register tugmasini bosing. TXVUga kirish shartlariga roziman belgisini qo'yib, Start your application-ni bosing. Paydo bo'lgan sahifada yulduzcha bilan belgilangan joylarni to'ldirish shart. Ma'lumotlarni pasportingizda ko'rsatilgandek aniq va xatosiz kiriting. Agar sizda xorijiy pasport bo'lmasa, bu joyni bo'sh qoldiring. Permanent Residence Information qismi ham xatolarsiz to'ldiriladi. TXVUga kirish uchun ingliz tilidan IELTS yoki TOEFL sertifikatlari qabul qilinadi. Agar sizda bulardan biri mavjud bo'lsa, ballaringizni va TRF raqamini kiriting. Hali imtihon topshirmagan bo'lsangiz, faqat sertifikat nomini tanlab, ballar yozilishi kerak bo'lgan joylarni ochiq qoldiring. CPFS o'quvchilari ingliz tilida o'qiyotgan bo'lsalar, BIPni tanlaydilar. Contact Information qismida ma'lumotlarni to'liq va xatosiz yozing. Email kiritayotganingizda e'tibor bilan yozing. Ikkala joyda email manzillari bir xil bo'lishi shart. Shuningdek, pasport seriya va raqamlari va PNFL raqami xatosiz e'tibor bilan kiritilishi kerak. Pasport berilgan joyni yozayotganda shahar yoki viloyatni yozing. O'zbekiston fuqarolari Ichki ishlar boshqarmasi nomini ham ko'rsatadilar. Pasport berilgan sanasi va amal qilish muddati ham ko'rsatiladi. Ro'yxatdan o'tishni davom ettirish uchun quyida ko'rsatilgan misolning javobini kiriting va Create tugmasini bosing. Muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tganingiz haqida ekranda axborot paydo bo'ladi va formada ko'rsatilgan elektron manzilingizga sistemaga kirish uchun username va parol yuboriladi. Username va parol topilmasa, spam papkalarni ham qarang. Ba'zida elektron pochtalar ba'zi xatlarni spamlar uchun mo'ljallangan papkalarga joylaydilar. Admission.void.uz orqali mazkur ma'lumotlarni yozib sistemaga kiriting. Parolingizni tekshirib, to'g'ri yozing. Endi siz yozgan ma'lumotlaringizni yana bir tekshirib chiqishingiz mumkin. Update Personal Info tugmasini bosib, ularni o'zgartirishingiz mumkin. Education Information qismida sizdan joriy ta'lim statusingizni kiritishingiz so'raladi. Masalan, Current Student of 11th Year School. So'ng topshirmoqchi bo'lgan kursingiz Foundation Studies'ni tanlang. Endi CIFS'ni va o'qish bosqich level 3 ni tanlang. Bu universitetning birinchi kursining nomi bo'lib, 11-sinfni yoki litseyni tamomlaganlar shu kursga hujjat topshiradi. Grant uchun ko'rib chiqilishini istasangiz, bu yerni belgilaysiz. Grantlarni 3 xil ko'rinishi berilgan. Scholarship Program Information'da ular haqida ma'lumotlar bilan tanishib chiqib, o'zingizga mos keladiganini tanlashingiz mumkin. O'qiyotgan yoki o'qigan joyingizni nomini, joylashgan viloyat va tumanni tanlang. CPFS kurslarini tugatgan yoki ularda o'qiyotgan bo'lsangiz, uni ham belgilang. Keyin Save tugmasini bosib davom eting. Upload Documents sahifasida yuklanadigan hujjatlar JPEG formatida bo'lishi va vazni 1 megabaytdan ko'p bo'lmasligi kerak. Faylni yuklash uchun Choose File bosiladi va kerakli hujjat tanlanadi va sichqoncha yordamida kesilib yuklanadi. Shuni inobatga olingki, Upload tugmasi bosilmasa, fayllar yuklanmaydi va sahifada ko'rinmaydi. Boshlang'ich holatda matematika imtihonini topshirish uchun yuklanish shart bo'lgan hujjatlar. Rasm, ID pasportning ikkala tarafi va o'qish joyidan spravka yoki 11-sinf attestati yoki diplomdan iborat. IELTS yoki TOEFL sertifikatingiz bo'lmasa, bu joyni bo'sh qoldiring, lekin sertifikatni deadline-gacha yuklash muhim. Xorijiy pasportingiz bo'lsa, uni ham yuklang. Matematika sertifikati bo'lsa, Math Certificate qismiga yuklang. CPFS bitiruvchilari BIP Bucks natijalarini ham shu yerga yuklaydilar. Shuni inobatga olingki, Math Certificate joyiga hujjat yuklangan holatda onlayn tizim sizga matematika imtihonlarini ko'rsatmaydi.
Yana siz o'qish joyingizdan qaysi maktab yoki litseyda o'qiyotganingiz haqida ma'lumotnoma yuklashingiz kerak bo'ladi. Agar siz maktab yoki litseyni bitirgan bo'lsangiz va sizda diplom yoki attestat bo'lsa, uni yuklang. Agar hali bo'lmasa, bu joyni ochiq qoldiring. ID pasportingizni orqa tarafini uning oldi qismi bilan birga yuklolmagan bo'lsangiz, Any additional evidence joyiga yuklashingiz mumkin. Endi Proceed to next step tugmasini bosing. Select exam date sahifasida Toshkent shahrini tanlang. Imtihon topshirish jarayoniga taalluqli tartib-qoidalar, exam terms and conditions bilan tanishib chiqing va qoidalarni tasdiqlangan holda I accept terms and conditions katakchasiga belgi qo'ying. Tegishli sanalardan o'zingiz imtihon topshirmoqchi bo'lgan sanani tanlang. Tasdiq xatini o'tkazib yubormaslik uchun elektron pochtangizni tekshirib turing. Shuni e'tiborga olingki, imtihon sanalari birin-ketin, ya'ni ochilgan imtihon to'lishi bilan keyingisi ochiladi. Bu holatda ham elektron pochtangizni kuzatib turing. Imtihon ochilganda xat orqali xabar beriladi. Pul to'lash jarayoni bu yerda 3 tilda berilgan. To'lov Uzumbank yoki Infin ilovalari orqali amalga oshiriladi hamda 24 soat ichida qilinishi shart. Pulingiz o'tkazilganligi TXV moliya bo'limi orqali tasdiqlanadi. Check status sahifasi siz hamma bosqichlarni bajarganingizdan keyin keladigan oxirgi sahifa bo'lib, bu yerda sizning qabul jarayoniga tegishli bo'lgan holatingiz va sizga universitetdan yuborilgan xatlar joy oladi. Ular bilan muntazam ravishda tanishib turishingizni qat'iy maslahat beramiz. Umid qilamizki, video qo'llanma siz uchun foydali bo'ldi. Hujjat topshirishingizni kutamiz. Omad yor bo'lsin.